Oyga yetib keldik. Sizlarni birinchilardan bo'lib oyga qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Ha! Amerikaliklar doim birinchi. Menimcha biz birinchi emasmiz-ku. Mahallani obodonchiligiga qarash. Sonsoxonaga sovus qilaman uni. Chapillamay, mol osh ko'rmaganmisan? Men sizga necha marta aytganman, shakar opam qiling osh qilsangiz deganman. Ana yerdan mehmonlar kelishdi. Oyda biz birinchimizmi desam, o'zbeklar oshib o'tiribdi. Ye, indirjit. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Saturn, akani qo'liga suv qo'y. Qani, o'taveramiz, ha? Assalomu alaykum. Aka bobodan dotsiz yo'qmi? Sigaret bor. Rais vaqtida bilib qoladi. Yana nos so'rayapsanmi, qo'yag'i? Bormonlar atayin tozala. Yuring aka, keling. Voy, akalaring skafandrini teshib qo'yishmagin, o'lib qolmasin. Qo'yil lekin biz yillar davomida bu yoqqacha tayinlanib keldik. Siz qanaqa kelib qoldingiz? Bugun qovun paykalda yotuvdim. Uchanlik kopcha shuni uchib keldi-da, ichidan yangen tushib kelyapti-yu. Yurak bitada urdi-da, ashundan beri oydim. Yelkalarda oldi jittillama, rashqim yomon. Bor ichkariga kirib o'tir. Davay. Chanqagan dursiz, yuring suv bering. Mana, Flamisti yangi chiqqani. Moviy malinali tam. Ha endi oshirib yuborsiz. Oyda to'kilib baqsa, qalaydan qanaqa ishlayapti? Becharani bir marta chaqmoq urdi, ashundan keyin o'zidan to'y chiqaradigan bo'lib qolgan. Mehmon, qani suvlardan oling-chi. Bu moviy malini Amerikada yetishtirib chiqariladi. Hayy, Amerikacha ta. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Oyda ham trendda u. Mehmon, siz icholmaysiz skafandringiz bor. Keling, yechib qo'yaman. Qima, immunitet pasbonlarga o'xshab. Napas olaver, bet havoz tashkandagi bilan bir xil. Yesho, hoy! Hoy, hoy! Yesho, hoy! Hoy, hoy! Yesho, hoy! Hoy! Parasat yo'q, masosramay o'la. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy qilib qo'yaman, jimotar. Yesho, hoy! Hoy, hoy! Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yesho, hoy! Hoy, hoy! Bittachni bermayotani. Yine ammasini uyini talashyapsanmi? Dada olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar olma. Dada hammasini yeyolmaymiz-ku. Yeysan! Tez bo'l, yana bir so'mga turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi bolalarimga nima qildi? O'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim, dada tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada mana hozir qaytolmay esna tushib qopti, o'zi. Tez kelib qo'yag'i. U darmet bolalar dastidan Xonsaroyda megaplanetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim, dada. Senga gaz olamiz. Parasati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda, qoq boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga sovus qilaman. Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsaxonaga sovus qilaman uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizdamidi? Yo'qotsa televideniyaga chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishlarni sharmanda qilding, sen to'y. Qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara oladi. O'zingni jigarara keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryani bo'yiga girmayap kelding. Mana siz kelishingiz munosabat bilan xusus sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga baliq raqsini namoyish etamiz. Indirjit, boshlanadi qani? Bolalar начинаем приготовлюсь. Qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejir muhitdan mingini chiqaraverasiz işte. Darmeyat u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Rais bu men qishloqda tutqatar jag'alar pol Amerika, Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashnab gullab turib. Qarang buni. Onay, nima rais bu men bilan aytdim, skotch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana hol endi. Sen men kelishimga biz mahallada baqateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? Hozir to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ldan usasini voy. Rais bu mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring.
Rais buva, mana Gazek degan o'zimizning milliy brend yangi semishkani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais buva, qo'limda naqd 10 ming dollar bitta pochka. Mana shu 10 ming dollarni Gazek semishkasining 200 grammligiga mana 10 ming dollarni 20 dollarga qilaman deb ichiga sovoraman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz 20 dollar chiqadi. Qani, Yo'qma-yo'q. Rais buva, kim semishkasida 20 dollar chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, gazek.uzga savdo tashasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazek mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularni ham sharti xuddi shunaqa o'zlari profiliga joylab, gazek.uzga savdo tashlash kerak. Bo'ldi. Ular xayrli ish boshlashganda sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlashin. Rais bu asfalt qalay, asfalt. O ayollarim nima qilyapti? Mehnat qildik men. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu bering. Rais bu mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallani chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini qilib. Salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'rab pulini yarmini o'zingiz moshina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi o'ylaysiz. Bunday qildingiz-ku? Shallaqigina. Faqat qo'ling Kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Mososiramasdan poylamas kerak-da, turing o'rningizdan. Voy, qizim, kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y so'y, kutib oladigandek gapirmang. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham appendis bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'r. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, bu narsadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Appendis oldingizmi? Damam ketibdi o'zi. Yegansiz tomoshilab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichakam aytgan, "Ay, ammang yegan ovqatiga" deganda appendis ko'rgan. Mana undan ko'ra Flavis yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching, 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vaqti zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz. Ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'yni so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa yer tanlagansan? Oyi. Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayoqqa olib ketasiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz, beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unab turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola. Operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashab kelaman. Mahallani obodonchiligiga qarash. Nagi City'daman men. Nevaram Toshkentga o'xshab kirib, telefonini ko'tarmayapti. Toshkent ko'rgani keluvdi. Ocharmiz ikayni? Cho'ta yemadi bu trend. Boshqa trend olaylik. Ama qil trendni buzdingiz-u. Hozir hamma chekiga botib trend qilib qo'yaman. Jigar, Botuxon komandamizga yangi qo'shildimi? Voy poponim, bu meni bobom bo'ladi. Nima ona? Bolam, seni Toshkentda o'qib yuribdi debman. Men sen tug'ilganingda xalqqa osh berganman. Undan ko'ra somsa-pomsa tarqatib qo'ysam ham bo'laverardi-ku. Chalg'ima, yomon chalg'itib uraman. O'qiyapti desa, Bobo ururmen, bekor yurganimizda yo'q, bitta mahoratimizni ko'ring. biya qo'ya, ko'rsatish mahorat. Boshni yasab olmayapsanmi? Qani. Nima bu? Hammani oldida sharmanda qilmay deb qog'ozga o'rab so'kindim. Bor chekiga o'tib eshitib olasan.
senga balo bormi o'g'il bola mana likkillab. Turyoqqa ko'zimga ko'rinmas, qaygadir admin qilib qo'yaman. Asabni o'ynatadi. Bobojon, mani raqsimni ko'ring, boshqachasi lekin. Kecha sensiz yotaman, seni boshdan o'taman. Ha. Katta olayniga yotasanlarmi? Yo'qol naryoqqa. Voy yag'ila. Yana mana shunaqa jitil qilib o'ynashadigan bo'lsa, ambulatoriyaga admin qilamanmi? Soch soqolingga qarab chiroyli kiyinib, o'qishga borib hunar o'rganish, qo'y yag'ila. Kontrayil puli ketdi. Endi meni kontragi nima bo'ladi? O'qimagan yerda o'qimagan bola tug'iladimi? Rashma, travmaning pishtik rasvo bo'ldik. O'pay budjetdan yutqizib qo'yamiz. Enayni ammasini uyda baqiryapsanmi? Men senga necha marta aytdim, pul yig'aylik, shaharga boraylik, yoq tarqataylik, ovoz olaylik dedim, to'g'rimi? Ya bu Vatikanda 300 ta odam bor qishlog'ingachi, qo'yag'i ham yutolmaysan. To'g'ri, o'pdan budjet haqida gapirishma. Men mahallani mazgisini tirab kelib, men necha marta aytdim, pul yig'aylik dedim. Endi mana yamada yurishor mashinani hada o'yini ketkizib. Mahallani obodonchiligiga qarash. Endi jiddiy bo'lasin, bolam, ko'zingga nima qildi? Ko'zim sotib iPhone oldim. Yo'q. Pochkasini sotib iPhone olgan odamni eshitdim. Ko'zini sotgan odamni birinchi marta eshitishim. Parasatiyo, endi nimani ko'rasan? Shuni o'ylayapman, rais bu. Odamlar nimcha darmet bo'lib ketyapti, davlina oshib ketyapti. Mahallada shu deport berib yuboringlar, keting. Bagaga do'mman qo'limga chizoq. O'zingni bos, nima bo'lyapti? Tishlaymi? O'qishga kirolmagandimi yana? Kirometda. Itta ishlatasan-da, imtihonga bir oy qolganda repetitorga jo'natasan. O'zi bizda shunaqa-yu. Bir oyda o'ning geniy bo'lib qolamiz, dada. Men bir oyda ichida samolyot yaratdim deb. Velosiped ham yasolmaydi. Yo'q, ko'tarib kelyapti mana. O'ling chaqir. Yo'q, qadab kelyapsan. Rais bu shahardan o'pin budjetdan oldim. Bitta ovozga bitta yog' berayotgan ekan. Endi ro'zg'orga-da. Shipon gap o'tish ambulatoriyaga admin qilamiz. Rais voy kechiring, iltimos, boshqa qaytarilmaydi. Qanday boshqa qaytarilmaydi? Bitta nomerda bitta ovoz berasan. Boshqa mahallaga ovoz berdingmi? Sotqin hisoblanasan. Endi somsog'oniga sous bo'lasan. Nimaga qizlarga like bosdingiz? Nima deysiz? Qo'lim qichidi. Qo'lingizdan qilaysiz, men ketdim uyga. Qachishim lazım berdi. Ha, ketyapsan? Oyimnikiga. Nega ketasan? Hozir oyim bilan gaplashdim, mana eshi. Bizga kelmasin. Sizni xizmatingizni qilsin, toshdek qotib. Baribir ketaman. To'xta. Qonim ochib ketdi. Jalmasan, tuxum pishirver. Keyin ketaverasan. Bo'pti. Zavtrigingizni tayyorlab berib ketaman keyin. Nechta? To'rtta tuxum bilan bitta kalmasa yetadi, qonim ochib ketdi. Bo'pti, men ketdim, o'sha qizlaringizga like bosib o'tiravering. Nima deysiz? Kiyimim dazmollanmaganda ishga borsam xotini yo'q ekan deb kulishmasin. Bo'pti, kiyingizni dazmollab beraman, keyin ketaman. Пожалуйста, kim yo'q deyapti sizga? Ichimdan o'tayotganini faqat unitaz biladi. Yuravering shu qizlaringizga like bosib, men ketdim. Ko'zing yo'laymi o'lgur, ketsang ketaver. Men sen tug'ilgan kuniga valna xaladenligini ani kunlari boridan zakaz qilib qo'yibman. Suvlarni ichib maza qilib ishlatasan deydi. Valna o'zimizning milliy brend hisoblangani uchun kirmoshni ham ishlab chiqarayotgan ekan. Undan ham zakaz qildim. Bilasanmi nimadan zakaz qildim? Uzum marketdan zakaz qildim. Hozir kelyapti. Endi senga nasib qilmagan ekan. Endi kimgadir nasib qilgan ekan. Endi bilmadim. Endi kimga nasib qilgan? Endi mayli, bir umr ishlatasan deb o'yladim. Mayli, ketaver. Davay. Bo'pti. Bir umrga qolaman. Keyin ketaman. Ketaman deydi-yu. Yashamaydi ekanda. Sobir Inderjit qizini uzatyapti. Kelin mixtay xizmatni qilib qo'yish. Ertaga komilnikida mol so'yiladi, go'sht tarqatiladi, ov olishoma. Mahallani obodonchiligiga qarash. Inderjit to'yla qilib bo'lsa, meni olib qo'ysinlar. Menga qara, hozir qizing ketayotgandan-chi yig'lamaydi, tushundingmi? Ketgandan keyin bitta xonaga qamab qo'yaman, o'ylab yig'laverasan. Kuyovlar kelyapti. Nima qilyapsan, bari? Kelaysanlar, nososramasdan.
Nega sog'ib o'girdi bolalari? Siz tog'a, shunaqa so'kishasiz voy. Jupa-jup qilib o'tirish. Aka men o'zim kiraman. Yo'qman. O'zim kiraman. Olishayman o, kim bolasi? Hamma pulni o'zi olmoqchi. Ona modadan qolgan pulni qistirishma. 100 mingtalik, 200 mingtalik pullarni qistirish. Arkamanmisan? Har qistir. Beparosat qo'lga beradi, qarang. Qarang. Beramiz, qarang. Ye kuyov bola uyat bo'lsa kerak 5 ming so'm qistirsangiz. Amaki, men kuyov bola emasman, mana kuyov bola. Qo'yag'i bormi kuyov bola bilan bir xil qilib kiyib olib. Tur yoqinglar yoqqa. Men mana uni ochib tasha, beparosatdan kurakka tutatish desam, saptovoyga tutatib berishibdi. Uxdanli. Flavis yangi chiqqanimi? Golubika, Chernivka. İçsam bo'ladimi? Biz ham ichgani keluvdik-da, Flavisiy. Ha, siz Flavis ichgani kelgansiz. Ana qizni oldiga kelmagansiz, to'g'rimi? Qani, ichib ko'raylik, yangi chiqqanim. Ha. Yangicha tam. Golubika, Chernivka yomon chiqibdi. Bu tamni-chi men qayerda tatib ko'rganman, bilasanmi? Qayerda? Hozir mashita tatib ko'rdim-da. O'ta go'zal chiqdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti Flavis. Bu yangi chiqqanini ham, boshqalarini ham O'zbekistonda Luboy hududidan topsang bo'ladi, uka. Rais buva, sizni so'zga chaqirishyapti. Avvalo 2 yoshga baxtlashdan oldin mana shu xalq bilan jicha hisob kitobli ishim bor. Bu onangni emgir qishloqni bolalari to'y boshlandi desa mana shu sahnani tarakanday bosib ketadi. Gullama dedi. Sobir Indirjit qizini uzatyapti. Kelin mixtay xizmatni qilib qo'yish. Ertaga Komilnikida mol so'yiladi, go'sht tarqatiladi, ov olish olma. Mahalla